ustanıp gətirib bolğandan keyin köngünə yaqqandan keyin pulunu sanıb versin. Garantiyası 5 yıl. Buralık ketməsligine, İş kış ayı ketməsligine həmməsine 5 yıl garantiya. Kırıqam görəyinə, kırılmır, yaş vallahi köp adamı yapıyla. Kırasın bunu, urasın garantiya da şöyləyində. bir işikdə 250 milyon skitka oldu. Yine tartışıyorlar Özbekçilik. Çekeleşiyorlar, tartışıyorlar. Skitkasını başkasını gepleşip net öğretiyorlar. Apart berişi boğdu, dastapkesi, kurt berişi boğdu, gepleşiyorlar, net tartışıyorlar onu, gep yok. Bizden yine 100 milyon som qaytib veremem. Eğer şu kanalda gördüm, Yine 100 mi? Hava, patpiska olmasa, like baskan olsa. Görünemezsen düğünsüz daraxt olama, düğün olmasa ösmeydi o. Xuda xala, bana qəsbək aslan. Xuda xalası eşinliyinə qarıb gələn qurma pilavları üçün. Pa, mikrofon məndə, siz ne onu geplebilirsiniz? Gölgey mən mən. Onu qaçıyor. Kaydattan ha, bas şöründen. İndaytın. Xuda Neçəlik xal vec bu? 5'e 10'luk, konkret. 5 yarım, 5 gəldi yonulgan bilən. Qarıb ki, kur material işimiz bizə tolka. Kuru. Ahmet verəm şöylerinden. Sistem 5'e 10. Kuru material. Qarıb gələni kurtuk koyub işlətəmiz. Qıstağı vəz işləmiyimiz. Şöylerinden aytıb ödün. Ya izor vec işletip durup kuruğandan keyin zazor açı berse. Yok ay onun bulmağa Xuda Yok, şimdi boladı doğru mu? Eğer kıstanıp izor vec işle verse zazor açı dedi. berse. Kurt koymaz zaman birlikte dedi. Taxta bağımı, taxtaya mı? Vay unutmayın. İstirah birlərini çat koysan adam birlikte dedi, şibin ilməsiz. Birlikte dedin, ya imnetkileri sen ne yapıp gitmek olup ya netkileri defa qarar. Öyle ne olduk mu sen? Yok, zaps basıl, Türk telefonu basma. Yok dedi. Yok dedi. Tamam. Oldu. Assalamualaikum hurmatli YouTube tomoshabinlar. Akşam shapka bilan chiqdim kadrdan. Bugun telefon bilan chiqdim. Gördingizlarmi? Bugun biz Xorazm viloyati Xiva shahrina keldik. Xiva shahrida prosta yoqdi. Tavsiya etchekman. O'zim uy uchun gördüm. Tavsiya etdilar. Kim yaxshi, ne o yaxshi. Xivada ko'pdan beri yuribman. Uju 2 oy bo'la keldi. Eshiklaring yaxshisini kim sotadi, kim sotadi deb donishlardan so'radim shunda. Geldim. O'zim olacakman bu yer, xudo xolasa yana. Tavsiya etib ko'rsataman. Kelinglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Hajimisiz? Xudo xolasa biz zakazimizni aytib bo'ldik. Endi sizlarga tavsiya bu. Yaqqani uchun aytacakman. Oddiy, ya'ni hozir oddiy biz bozorda hamma vaqtda ko'rib yurgan eshiklarimizdan emas, sifati, ina bu og'irligi, qalinligi, proshniligi yoqdi. Rostdan ham 2-3 joy ko'rdik. Shuni tavsiya etchekman. O'zingiz tanishtiring. Assalomu alaykum. Dastan Shuhratovich kanalına abunachilari. Salomat bo'ling. Bizga yana kuzatib borar obunachilar. Hammangizdan ro'za Ramazon bilan tabriklaymiz. Men endi kanalingizga birinchi chiqishimda uyaltib mazmuna hayajon bor. Güzel. Bize hiç narsani uyushtiramiz. Doğru kelamiz, doğru boshdan ketadi. Uyushtiramiz. Gap yo'q. Shu obunachilarimizga yaxshi sifatli, konkret, Xudo xolasa. yaxshi ishlarni tavsiya etchekman. Tushuntirjekman birma-bir. Narsani-da. Nima yaxshi? Hozir savollar bir yandan ko'rsatib borasiz. Qaranglar. Men ko'rdim, mijjiroq odamman, ovqat yesam ichimda mesh chiqadigan odamman, mijjiroq. Shuning uchun chirtib-chirtiproq vejalaman. O'rni minchikroq, beri minchikroq ekan deb qarayman veja, mijjiroqman. Shuning uchun tavsiya etib turibman yaxshiroq narsani sizlarga. Nisbatan ko'rganlarimga qaraganda. Aynalı, aynasız, qalin, yipqa, rangi har xil. O'zlarini dillarida qarang. Buni iğni, bo'yi, skitkasi, boshqasi nechik bo'ladi? Zakaz olib qo'yman dedingiz bularni. Ina shuning o'zi, ina iğni, bo'yi nechik? Iğni bo'yi farqi yo'q. Misol, bu yarma kapimiz hali ishlanishda joyi donatdi. 0.8 lik ishlayman. İşlarni 10 santadan o'qiyman, qalin, как положение yotibdi. Kuchtarga vaqtingizdan bir eshikni Og'ir gördüm. Bo'lish uchun zamoklar ham yaxshi ishlayman. Misol 1.20, 1.30, 1.40 farq yo'q bo'yini. Obunachilarim uchun konkretni moshni aytib uzatib beraman. Altın sektorlar bu börtme variantı, börtme. Ha. Arkası ham eldan shunday börtme variantida, börtib chiqqan.
Köp adam düşünür, köp adam düşünmeydi da şöylelerini. Bond üçün emas, deşan taraf hem şunnin, içan taraf hem şunnin. Ama börtme variantı. Bunların kvadratı idi. Kvadratını 1 milyon 100 yürüttürüyordum. Bu da halasına 1 milyondan şəppəcək ben kvadratını. 100 milyon kvadratında. Ava 100 milyon qayıtdım. İnaşı yarım kap eşiğiniz neçə kvadrat çıkadı? Mesela 120, 220, 230 olsun. 10 santinin farkı yok. Ne var? Şu bakada zötüp verəm 10 santini. Mesela yine böyle börtme 120, 220 börtməsi variantı oladı mı? 2300 da oymasın bana. 2300 milyon. Mesela şunu Bu 2,5 kvadrat çıktırdı doğru mu? Ava. 250 milyon skit kap oldu şunda. Ava. 250 milyon. Bir eşikte 250 milyon skit kap oldu. Yine tartışma öğresiler özbekçilik. Çekiliş öğresiler, tartışma öğresiler. Skit kesini başkasını gepleşip net öğresiler. Apart berişi bu adı, dastap kesi, kurt berişi bu adı gepleşesiler net tartışma öğresiler onu gep yok. Bu işlemizde gep. Bu yine Karnasevit, Abişni, çok ki 4 variantı işlengen. Karşıda güllü aynalarla makamiyetlerimiz altılık. Yupkanarsa işlemiyor mu? Kalın ayna. Ava. Onu gördüm. Nelerden etibar etmiş tapiklerden. Konkretini işlengen. Bu zakaz tamam mı? Şuların aynası variantı 1 milyon 700 milyon bir işine. İkini alıştık. İlk karonası. 1 milyon 700'e düşke variantı. İnaşı eşik 1 milyon 700 bin son. Aynadan taşkarı. Aynadan taşkarı. Ayna için 650 milyon son pul beredi. Karan ina hazır yaşıda ayna şundan oldu. Bana inaşı ayna yakmadı. Bana karışmırak ayna gerek. Şu top arayandaki adam gönlümesin bana. Abunasıla haklağın diyetip. Tamam. Karurup berese karurup bereme. Karışınızda karışınıp bereme. Aynanı yine telleş imkaniyeti bu. Ava variant ki. Oymasın hem şunu. Her türlü figür ola bu. Yani ana o bıcır hem yeri bıcır ayna bak o. Ana şu aynalar halan vece koyup beresiz içine. Spani, Dietskilere misal bunu aynası variantı aytıp ettim size. 1 milyon 700 milyon ve eğer daboru boladan olsa daboru için 600 milyon koşular. Dabor bu işki açıkanındaki iç ön taraftaki at kozakı. At kozu baksana onu. 2 tane alışık karnası arkasını daboruna girer. 650 milyon koşuladı. Koşunca. Eğer bir plan boladan olsa misal. Bir plan diyenizde hazır çüntürüp öteyin. Bir plan diyen ne o? Misal bir planda bir cayda 6-7 eşik olsa 7 eşik. bir tane ayna bonus. 4 eşik olsan çıkıyorlar buraya. Daborunu ya aynanı bonus atıp vereme. İkisinden biri. Farkı 650 milyon. Ya aynanı kalasa aynanı, daborunu kalasa daborunu. 6 ya 7 eşik olsa hemmesini net beresiz. Ava ikisini hem atıp vereme. Tekine. Ava dabor iyi ayna. Mesela bir planda 7-8 eşik bulalım olsa hem ayna hem dabor bonus. Bir konkret işleme. Sıfəsi nərsə işləməyəm. 600 min som, 700 min somluq garantiyası nərsə işləməyəm. Durun yine az aytamazsın. Ben eğer gelişi ölsek ağzıdan, köpeltiremem desek, benim üyüm 2 taş. 1, 2, indi kaysıdır halamlakinden geniş, kaysıdır ağamlakinden geniş. Da şu vakti kıstanıp şatır şutur köçelde betkenmiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ofşi hesaplasam 11 işkem olmaştıramam, bir kilosu taşıyman desem. O azı 6-7 adamı dediniz doğru mu? Hemmesi mutat beraber dediniz. Ondan ziyade olsan şükür oldu. Onun misal azı ayna bilen davonunu aytıp ötdüm mi? Köplər zinənin teyinə kladok üçün bilməyim bir nərsələrini qoyuş üçün kiçkinə eşik yasatıp ötdülər da. Zinənin teyinə da. Hava. Taşkenski uçastıke ya şimdi bir Taşkenski pason. Axı ikinci adı zinədən çıxamaq mı? Hava. Zinənin teyinə misal giprokda işləb nə etib ötdülər da. Şunun teyinə kiçkinə eşik təfsir edilər köpsündə. Hava. Ustam gətirib ötmən. Xoş ray çalma eşik. Kiçkinə eşik bonus olar. Şu üyün yankı fasonuna urulgan işi etilgen zakasa oxşagan eşik boladı o may. Koşup durad hem. Bir xil boladı hammasi. Koşup durad. Düşünerli. Bu eşiki gördük. Bu bir xil nerse. Ban bir xil nerse. Bu şu Xiva Kasıma Kızıl Dükan yani açıp ötərin. Qızıl Dükan yani zakası saytıp ötkeniz için iki tane pon aynetdi. Bana yarma variantlar ama 3 tane. Hava. Görsətib ötərin. Göstəmiz. Bundan bana əli pakazak ötmən prosesləri üstənib ki, olma nətilməyəndə. Bu şu 7 eşik bir adam iki. 7 eşik. Banda karışın oyal işleniş carayan devam et tuttu. Ban börtmənəm yaman xeli. 1 2 çizikdən sonra la kurulman əl təyar emas. Köplə təyar olsa rəsmin təşəbbərin başqa etin gidilir də. Haqlıqçulara Telegramdan təşəbbərəmiz. Telegram şirkəni qoyub ötəmiz.
Telegramınızı beresiz, uyankı Bravin Clinton uyuna apparıp kurgan ustanopka etken, ustanopkenizi sifetem gerek, tam bize razı. Doğru. Bir tavsiye etkenden ki, yok bu yasamakı bile degandan kurmakı bilmi degen, eşki yarım açsam yapılıp kiyip turttu, ya yapıp koysam atılıp kiyip turttu deyen yapı aytıp bir mesele, anasında yaxşı. Bir arkasından yankı jalba gelmese, her kim özünün işine cevap versedim zor. Köpler misal Kazaristan misal Berun'da kuru yeringiz var mı görsek Tamam. bolamdı. Hemen vilayette şey misal Xorazm, Karakalbokistan Berun'u boylap Ustanopga dastlabki bepul içinde emmesi da. Köpler misal men şu Berun'da Ustanopga yeringizni göresim var mı şunu yediyse? Var. Bana gelip bilmiyor öyle diymen da. Hava şu kurgan joyingizga baradi. U odamga desa bo'ldi, barib ko'rib beradi. Geluvchilar olsa lokatsiya tashkilini öyle tushuntirib, sifatini, navsi, nav farqi bor. Bire gelemen deyen adamla ekranda nömerler bu. İyi kommentariyada telegramları boladı. Keyin birin silkesini ham qo'yish harakat etamiz kommentariyani o'zinde. Ya bağlanıp görüp silke telegram bilan kelaverasiz. Başlayalım beşikimiz yine. 1, 2, 3, 4, 5 bir adam ekelim. Bir oyun 2. Bu bir neye gitedi? 5 iş. Her yerden zakaz siper tuttular da. Kuru ben navdasan bazılara neye çıkmayman. Abunaçılara barıp görsek bu anı oynasa lakasadacım öyle tavsiye etmem. İşe gelip zakas bulup turgan işleri görüp zakas bulup. Bazıları hiç tutmayayım. Indi to'xtan. Yana aytdim, mıcıman, niye avukatımdan teri 5 çıkardı dedim. Kıcığın vakti kaçış gerek da. Bu da yani şu alasın geldi alış gerek. Neçeli vakti zetip verip bilesiz. Indi sifatli veci olsa ilacı yok olsa kütemiz beraber. Neçeli vakti zetip verip. Bazı ben size doğrusu 10 gün haftada hep aldamayayım abunaçılarını. Hava. Misal 15 gün dedim mi? Hava. Bir gün elden ötüşü mümkün ya bir gün elden bitişi mümkün. 14 ya 16 gün buluşun. 15 gün deseniz. 20 gün dedim mi? Şu 21 ya 19 günü bitişi mümkün. Bir gün plus minusu boladı. Düşünerli. Rossiyadan, başka yerlerden küzülediler bizden abunaçılar. Köpler misal için elden 30% 50% demeyeyim. Misal inşaat için adamımızı bir vicdanın levzine halal dedik ku. Avans. Misal yine ben 10 iş sakas etti. Az eldinden bunda 2 milyon berse kalan işini sifatini öyle ustanıp getip bolgandan keyin şöylerini görüp bersem razıman şu. Konkret ne deyip? İşinize cevap. Ava zamoklara 60 bin 70 bin sonumuz zamok koymayayım ha. Misal yine buna aytıp öttüm. Aynası variantı 2300'e düşken. Aynen dini 650 milyon koşular. Farsi konkret neresi? Qarang, her kimde her xil fokus yana shu gap. Chiroy degan narsa, tam degan narsa har kim uchun har xil narsa. Hammaga bir xil yoqmaydi. Zamoqi men shu o'zim qo'yadiganim bor, deydigan odamlar bor. Bellerini misal kvadratdan da zamokni o'zim hep beraber yo'llab bo'lganmi? Bo'ldi, siz navda siz shu deb obunachilar zamokni beraman, shu pulni qaytib bilasizmi dedi. Ava deymi? Obunachilar aytgani. Zamok yangi ayrim xatarlar bor, shu zamok shuni tisirasini qo'shishi kerak bo'ladi, yo tiflisini qo'shishi kerak bo'ladi. Men shuncha aytibman. Bu narsalar ham o'zi netib biladi, tanlab biladi. Ava. Tushunarli. Buni sifatini ko'rish uchun yana bir necha etib ko'rsak bo'ladi ekan. Haqiqiy aytib bir yangi men ku ko'tarib ko'rib, ko'zim bilan ko'rib turibman bu narsani, og'ir ekanligini. Ustanib ketilgan yerlardan sabr loyiha ko'rsataman. Nima yaxshi. Mana shu eshigingiz ham ochaliq iloji bo'lsa, ochib bo'ladimi shuni? Yo'q. Ish ochib bu mahkamlangan, ha. Bu ramka o'ynamaslik uchun mahkamlab qo'yiladi, ha. Mahkamlab qo'yilmanda endi biroz pakazada. Bular ham shunday aynasi variant, 1 million tushgan. Siz buni o'zingiz birjalardan oldirib kelib sotib o'tirganingiz yo'q. O'zlaringiz noldan, Xudoga shukr, noldan uyda jo'rada obunachilar bo'lsa, uyni tavsiya etaman, uyga kelishlari mumkin. Uyga kelib buyuradilar bo'lsa-da. Ish jarayoningizni ko'rib, o'zlari zakaz berishlari mumkin. Shu yerga kelib. Yine aytib o'tdim shu 1 million tushgan aynasi variant. Apar ustanobga zamok yaxshidan. Nechun qimmat aytib tutdi boshqalarga qaraganda 600 ming so'm, 700 ming so'mlik ishga o'tmayman. Qarang, 500 ming so'mlik eshitgan bu. 400 ming so'mlik eshitgan bu. Meni 6 yoshar qizim bor, qorimning ucunda qarp etib yopadi, qarp etib ochadidan qoratsa. Shang'ir oladi eshikdan shu vaqtida. Eshik o'ynaydi, bar gel, gerchik, baramandan rezin to'kish bor. Gump ettiraman joyina keladi. Her safar qoratgan vaqtida yana bir yerni uraman joyina keladi-da. Bilmay alganman-da, endi eshikdan ham arzon ekan debman men. Arzonlar ketibdi eshlar deb turib boribman-da olibman. 2 eshik yankida olib yotibdi. Ustanib ketgandan keyin chishib ketdi birsi. Gazxonaga qo'ygan eshik. Bemalol yuvib, sirib ishlaydigan narsa. Bemalol buni yuvsa silsa bo'ladi.
Kırpam göreyim ya. Kırılmıyor. Yaş vallahi çok adamlar yok mu? Kırasın bunu, urasın mı? Garantiye da şöyle eline. Yok bunu ağırlıkını, somlukını, ana onu götürüp görecek olanda bildim ben. Ben o iki işki bir götürüp girmedim ya. Benim abonacılar gelip görüp, küserip görse eşikle farkı var. Şöyle bir 500 bin so'm, 400 bin so'mluk yankı işke kelip koysanız болады da, peneri işki da. Benim yupka Ava. 0.03. Şunca aytamam ben 08 mi 08. 08 işlemem tolka. Kalın narsa. Zakas. Bazıları işlemiyor ben. İna şu qosh qo'yadilar ku, he? Ava. Yipqaroq qo'yajan, shu qoshi qo'ygan vaqtida yurib yipqalab ketadi ekan buni. Ava. Balla bo'yab o'yib bitib ko'rdilar uni. Bizlar balla. Aha. O'yib bitib ko'rdilar uni. Yup, sirip bemalol ishlaydigan narsa, vaja garantiya. Garantiyasi 5 yil. Burilib ketmasligini, Qishayib ketmasligini hammasini 5 yil garantiya. Garantiya bo'lmasa ishlamayman hech. 5 yil garantiya, 5 yil ichida ishga nodir bo'lsa servisi bo'ningiz olib bilasizmi? Olib bilaman. Bemalol ishki joy-joyiga kelib, yo'q joyiga kelib bo'lmaydi bo'lsa ishga almashtirib berib, hammasini bo'ningiz olib bilasizmi? Albatta. Ko'rasizlar, kelasizlar, sifatini ina meningni aytib ko'rasizlar, xohlasangizlar zamok, xohlasangizlar ina shu vajdandan mena rangini boshqacha aytaman desangizlar. Quloqlarni e'tibor bering. Shularni 4 quloq. Men 3 quloq ishlamayman. Yo'q, menda 2 qullab edi unda. U ko'taraveradi ekan u yupqa narsani. 1, 2, 3, 4 qullab. Nechun bu yer kumush sevitlarni terib deb bo'lib turasizlar. Bitmaydi variantlarni go'sbitim qarashni o'ylayman boshqasini. Hozir talaba go'shti bo'lib turgan kumush o'tibdi. Oltin deyni oltinsiga turib beraman. Oltin deyni. Xalagani, qarashni esa qarashni o'y. Sevitlarimiz farqi yo'q. O'ymalarimiz ham shunday Nechik o'ymarasa figuralar har turlisi bor. Nechik eshik desa hammasi rangi bor. Ava 70 turli eshikimiz farqi bor, 70 tur. Siz necha katalog chiqarib qo'ymaysizlar? Katalog bor. Mashinada yotibdi to'g'risi, ko'na katalog. Yo'q, endi modamiz kelaveradi axir-a. Modam mana hozir sinatdim deyincha telefonda bo'libdi. Men rasmlar Rossiyadan, boshqadan, men rasmlarni tashlab bergandi ko'p odamlar. Variantlari ko'p. Aytdim, o 70 yil, 70 turi bor. O'ymani. Yana chiqib borayotir. Zamon rivojlanib bordi-da. Ina shu ishingizning bahosi hech nechik narsiz o'zi necha so'm? Qullapi, ramkasi, eshikning o'zi. Nalishniki yo'q, koronasi yo'q, hech vaji yo'q. O'zi necha so'm ina eshik? Qalin eshik. Ava 08 ishlangan, nalishkisiz. Ava? Bo'rtma variantimi? Bo'rtma. Ina shu eshik, ina shu ko'rinib turgan eshik. Ishi bo'rtma, qo'ri qarabga narsa olsa 1,5 million bo'ladi. Nalishkisiz, koronasiz, zamoqsiz 1,5 million. Bo'rtma lekin. Hali uni Alloh qilman ishlash davom ettirdi-da. Vanda yan boshda ustaxona. Ma'zi shöyle kraskalarni yerib, shöyle sizni tavsiya etib, yuvib, sirib, taxlab. Bu eshikni. Bu eshik. Bu eshikimizni 800 ming so'mdan ketaveradi tepaga qarab. Qalin yubkasiga qarab 1 million, 1,5 million. Yo'q, bu oydin-ku vaqt qalin. 1,5 million, 1 million 700 nalishki bilan. Shu 1 million 700 ga boradi. 08 ishlagan taqdiri. Tushuntirib o'tdim-ku hozir. 400 ming so'mlik ishki rostdan ham ko'ringlar. Ko'rmanglar emas, ko'ringlar. 400-500 ming so'mlik. U ishki kim qo'yadi? Men dom olganman. Doma sizni uyga sizga topshirajak vaqtlarimda qo'yib topshirib beradilar. Bu ishkilari. Mendan ketingcha, birov odana notarius bo'lingcha degan ishki u. Bu ishki odi. Keling, ko'ring, o'lchab ko'ring. Yo'qki, ko'tarib chanchoq bo'lganmida mendam chan bor, choq bor dedi-ku. Bu ishki ko'ring, arzon ishki, qimmat ishki. Ana sifat keyin sizni qiynatmaydi. Tushuntiradi, sifat o'zi avtomatik sizni qiynaltirmaydi. Endi pulni falan so'm. Men shu vaja roziman ava. Qasir-qusur, taqir-tuqur degan narsa bo'lmaydi. Baribir sifatli vaj keyingi avlod ham qolib boraveradi. Obunachilara o'sha ko'rib turgan videolarni ko'rib turgan bo'lsa obunachilar like bossinlar deyman, kommentariya yaxshi fikrlarni yozsinlar. Mana shu yaxshi imoratlarda shunday ishlarni ustunab ketib nat o'tirganmiz. Hammaga nasib etgan ishni, hammaga. Arzon vaj kerakmidi? Arzon vaj reklamasi kerakmidi? Arzon vajning xayri o'zlaringiz ham yo'q, bizlar ham yo'q. Ertang mendan ketincha yesini yetincha aytib sizda izlatsangiz, bu yerda birov olsadan, "Ey, u bo'lmaydi palankas, bo'lmaydi, bo'ldi." Bir martalik vaj bo'ladi. Prostoy vaj bir martalik vaj bo'ladi. Yaxshi vaj hamma vaqtda bo'ladi. O'zingiz bilasiz, necha yildan beri ishlaysiz? 8 yil oldu ishlayman. Ustaxonada shu o'zlarimizni sex, o'zlarimizni ata kasib 8 yil oldu. Davom etib borayotir, rivojlanib borayotir. Har xil figura, har xil girishga desana kechini. Hamma o'zini o'zingiz o'yasizlar, noldan o'zingiz yetasiz. Noldan hamma narsa Allohga shukr. Asta-sekin ustunib ketibmiz. Barga yerimizda qo'ng'ish aytadi, qarindosh aytadi, kim qurdi deb.
Bira tavsiye etadi. Ya 600 ming 700 mingga ish qurib pulni olib qochib ketadigan gap yo'q. Men unda ish tuzatmayman 600 ming bozor. Yana aytib o'taman shu gapni da. Men boshqa yerda 1 millionga ko'rdim, 1 million 200 ga ko'rdim dedilar. Shu vajdan deb aytadilar. Görünüş shuning bo'lishi mumkin. Ne desam, 5 yaldirak, ichi qaltirak, ichsaylar. Axir yangi gap shu. Birisi 50 kilolarda olsa, ana 25 kilo. İçinde rekesi kam, material yipqa, shishasi yana bir narsa, qullobı yo'q meniki deyin. Vajdan ayamman, doğrusu. Ertang shu yana zakaz oling qo'ng'usundan, shu yaxshi muomala eting, yaxshi ish qilib bayin deb vajdan ayamayman. Xudoga shukr, Allohga shukr o'zim yarasha zakasam, o'zim yarasha podpiskam, o'zim yarasha nayim bor. Asta-sekin nima boryapmiz. Xudo xolasa. Telegram yangiliklar, boshqa vajlarga kerak bo'ladi bo'lsa, beda bo'lib turgan eshiklar bo'yicha telegramlarni qo'yib qo'yamiz. Описание ham, kommentariy ham qo'yib qo'yamiz. Telefon nomerlari ham shundan bo'ladi, ekrandan bo'ladi. Yangi bera keladigan lokatsiyasini ham qo'yamiz. Bo'lmasa shu ekrandagi telefondan lokatsiyani topib kirib olmasangiz o'dan kommentariyada ekrandagi telefondan to'g'ri o'zlaridan chiqib lokatsiya tashab bersangizlar, kelib ko'raverasizlar lokatsiyasini. Ko'p odam Xivonni deb so'ydi-da. Aka avtosavdoga kelsak, uni hozir neden gösterib o'tamiz. Men Xivonning ichi bilan keldim-ku. İçi bilan keldim. Hozir chiqqan vaqtimda ina aka savdoning to'g'risida yangi nening qaysi tarafidan, kollektorning qaysi tarafidan girsek bilan ko'rsatib beramiz uni xudo xolasa. Obunachilar ba'zi bir uyiga kelib ko'rib buyuradilar bo'ladi. Yo'q, shu yaxshi. Kelib ko'ring yaxshi. Ayt mikrofon tutaman. Ayt. Teklifim bor. Yani mesindiram bor-ku. Teklifim bor. Endi siz ketib aytdingiz. To'g'rimi? Keldi, bir ish tanladi. Alyotir shuni. Shuning yanında keyin Daston Shuhratovich kanalidan ko'rib keldim desam, ham skitga bormam yo'qman. Qani? Ba, Daston Shuhratovich kanalidan ko'rib keldim dedi on. Unda like bosgan bo'ladi, kommentariy yaxshi fikr yozgan bo'ladi. Shu misol hozir aytdim-ku, 1 million 700 dedim-ku. Shu 1 million 700 dan yana 100 ming so'm qaytib beraman. Shu kanalda ko'rdim, podpiska bo'lsa, podpiska bo'lgan bo'lsa, like bosgan bo'lsa, yo qaysilama. Bo'lama yuz yana qaysilama. Qaysilama yana. Degan klient bilan onu tortishadilar, davomini tortishadilar. Yana yuzi ixtiyoriy qaytib beradilar. Qag'ani o'zingizning tortishib, chekalashib biladoningiz bog'liq, yana qaytiraverasiz ssenariyni. Lekin like'ingizni ko'rsatasiz, kommentariyingizni ko'rsatasiz gavoqda. bo'lsa, addushi yaxshi niyatda. Shu payda uchun emas, odamlarga shu klient orttirali, foydamiz deysin shu odamlarga deb, yani moddiy foyda uchun emas, odamlarga nafimiz deysin. Shu bizlarning ham yaxshiligimiz shu, yaxshi kunlarda deb skitga aytib turibdilar. Ko'pchilik eshitganimiz uchun keldik bizlar ham shunday. Xudo xolasa uya olib borib qo'yadigan bo'lsak, endi baribir bu videoda usbetib emasmiz. Keyingi videoda xudo xolasa biz chunki bu videoni azal turibmiz. 2 kundan keyin bu videoni qo'ysak yo ertaga qo'yib bersak, bizga ujur zakaz ujur barmoq usbet etmaydi. Keyingi videoda nasib bo'lsa, bizlarning uya qo'yilgan videoni o'zim uyimdan ko'rsataman sizlarga. Ko'rasizlar, sifatini ham, boshqasini ham ko'rasizlar. Ana o'zim olganimga ishonasizlar keyin. Esa sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ne gap so'z, savol bo'ladigan bo'lsa, kommentariya yozinglar. Yo yana savollaringiz bo'ladi bo'lsa, keyingi videoga qistanaman deydigan bo'lsangizlar, ekranda bemalol telefon nomerlari. Tushunmay qolgan joylaringizda gaplashaverasizlar. Bir sklad do'lib yotgan, bosilib chiqib yotgan yo bir yerdan optimatib kelgan narsa emas, ko'rib turibsizlar. O'zlarining uylari, o'zlarining ustaxonalari, shunda yana zakaz bo'lgan narsalar yana kiritib qo'yibdilar. Kraska xonam deb turibdilar. Ko'rib turibsizlar. Paketlanib, yoshqlanib, bosilib yotgani yo'q. Bir yerdan furada kelib turgani yo'q bu eshik. Yangi ematib bir qo'lda bir eshik, yana bir qo'lda yana bir eshik ko'tarib ketadigan nimkalar eshik emas. Ko'rinib turibdi. To'lqa zakaz ishlamaydi. To'lqa zakasa ishlanib turgan narsa ina. Avans masalasi. 50% dan to'laysan, men boy ketamandan seni aldashtiraveraman degan gap yo'q. Birsini uydan roz biram kelib ketdik biz ko'nglingiz kerak sizni. Bir oy bo'lmadi hali. Biroz bora kelib ketdik. Odamlar 50% davay pul yo'q degandan trekker alg'adan yuribdilar. Video chiqqandan keyin aytaman kimnikin. Yuribdilar hazatib. Yo'q, videoning gap yo'q. Kelasiz, ko'rasiz. Ana 20-30%ni 10 million zakaz etsang 2 million bersa bo'ldi. İşi boshlash uchun, davriy uchun deb turibdilar. Ana materiallarni aytaveradilar. Keyin ana ustalanib ketib bo'lgandan keyin ko'nglini yoqib, ochib ko'radi, qalangini yubkasini ko'tarib ko'rib, ustalanib ketib bo'lgandan keyin ko'nglini ishlat, odam ko'nglini yoqadi-ku misol. Ko'nglini yoqqandan keyin pulni sanab bersin. Rozi bo'lib, men ham rozi bo'lib oling. Ina. Ko'rdingizlarmi? Halol va qimmat bo'ladi, halol va yaxshi bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. 5 yil servis garantiyasi bor dedilar. Yoddan chiqmasin bu narsa. 5 yil birlik ketmashini
Ustam öpkesine, çeşik etmesine hemen hemen 5 yıl garantisi var. Yazıp tuttu zemmerse. Salomat olun. Ben taraf Burgenç'ten gelaveriş, G'ovuch. Ana görüp turibsizlar. G'ovuch. Ben taraf Xivadan gelaveriş. Xivadan kelasizlar. Yine G'ovuch. G'ovuchdan joydan bu ko'chadan girmanglar. Yine bu ko'chadan girmanglar. Yine bu ko'chadan girasizlar. Doğru 1 kilometr yürüyenden keyin chap qo'la eshik yopiq ustunda ko'prik chiqadi. Ko'prikdan doğru girib borasizlar.